kim aldiyapsan? Yolg'on. Kimga kerak u narsa? Kuboklarni sotib olishyapti dedingiz shu kuni, to'g'rimi borganimda? Aynan shu haqida nima deysiz o'zingiz? O'sha nominatsiya haqida taklifda narxlarini chiqarib qo'yishdi, priceini. De men hayron bo'ldim. Voy tavba, demak sotib olsa ham bo'lar ekanmi? Bu menga tushunmadim hozir kubok narximi bo'ladi? Men to'yist olmayman. Yo'q, отказ ketadigan bo'ldim. Yo'q, kechirib qo'yibsiz. Endi qarang, nimadan bildimmi u narsani? Bir payt ko'ryapman, kecha kunda bitirgan. Qanaqa tushunsa bo'ladi buni? Sotib olgan. O'shandan men xulosa qildimki, что sotib olgan ekan. Mana Sochida olganman, Toshkentda o'zimizda oldim. Dubayda oldim. Eng yaxshi massajist reabilitolog nomzodini oldim. Eng yaxshi prepodavatel nomzodini oldim. Bo'ldi, meni 4 ta kubokim bor. Shaxsan o'zim mehnatim bilan erishgan. Menga yetadi. O'shandan keyin to'xtatdim. Ammo unaqa holatga tushmaganman. Men bitta narsaga podozreniya qildim. Yaxshi ekspertlarni ozgina taklif qilib, haqqoniy berishar ekanda, qolganiga pullab yurar ekan. O'shanda bitta stolda jamoa bo'lib o'tirib nominatsiya. Xuddi mana shu 4 ta bilan qolib ketsam ham roziman, o'zimni kuchim bilan olgan, yoki qachondir taklif tushsa, haqqoniy taklif tushsa, пожалуйста, boraman, o'zimning nomimga yarasha, xudo xolisi. To'ppa-to'g'ri.